Tashkilot va muassasa xodimlarining kasbiy bilim va tajriba malakasini oshirish maqsadida o'tkazilgan test sinovlari kadrlar salohiyatini oshirishda muhim o'rin tutadi. Salohiyatli kadrlar esa har bir mehnat jamoasining istiqbolini belgilab beradi. Hudud gaz ta'minot aksiyadorlik jamiyati tomonidan hududiy filiallar tasarrufidagi gaz to'ldirish shoxobchalari xodimlari uchun tashkil etilganning bilim darajasini mustahkamlash maqsadida o'tkazilgan bilim va malaka ko'rigi misolida mavzuni muxbirimiz davom ettiradi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2026-yil 21-yanvardagi hamda Hudud gaz ta'minot aksiyadorlik jamiyatining tegishli topshiriq va buyrug'iga asosan viloyat gaz ta'minoti filialida suyultirilgan gaz shoxobchalarida faoliyat olib borayotgan xodimlar uchun attestatsiya sinovlari tashkil etildi. Ushbu sinov testlarining tashkil etilishidan asosiy maqsad ishchi xodimlarning kasbiy mahoratini oshirish, nazariy bilimlar va amaliy ko'nikmalarini yanada chuqurlashtirish, ish samaradorligini oshirish hamda egallab turgan lavozimlarga muvofiqlik darajasini baholash bo'lib, unda filialning suyultirilgan gaz shoxobchalarida faoliyat olib borayotgan 33 nafar xodimning bilim darajasi sinovdan o'tkazildi. Bugungi attestatsiyani tayyorlanib, savollarga javob berdik. Bu attestatsiya bizga kelgusi ish jarayonimizga yana ham turtki bo'ldi. Attestatsiya savollari biz uchun qiyinchilik tug'dirmadi. Nima chunki shaffof o'tdi. O'zimizning ish jarayonimizdan hech qanaqa qiyinchilik bo'lgani yo'q. Ta'kidlash lozim, ushbu xodimlar bir oy mobaynida Hudud gaz ta'minot malaka platformasiga joylashtirilgan o'quv materiallaridan foydalangan holda o'zining bilim darajasini oshirishdi, mustahkamlab borishdi. Sinov tadbiridan avval esa attestatsiya nizomi, o'tkazilish tartibi haqida batafsil tushuntirishlar berildi. Attestatsiya shaffof o'tdi. Nima chunki mana ular o'sha o'zlari onlayn tarzda o'quvlar olib borib, o'sha o'quvlarning natijasi yuzasidan bugun mana test savollariga javoblar berishdi. Men o'ylaymanki, mutaxassis sifatida bularni attestatsiyasi o'sha bundan keyingi ularning ish faoliyatida juda yaxshi natijalarga erishadi degan umiddaman. Bu kabi sinov testlari davomida tizim xodimlari nafaqat amaliy ko'nikmalarini, balki nazariy qarashlarini ham shakllantirib borishadi. Ularning yutug'i nazariy savollarga amaliy tajribalardan kelib chiqqan holda aniq javoblarni belgilagani bo'ldi. Bu esa har bir xodimning malakasi, bilimi va tajribasini shakllantirishda xizmat qilishi tabiiy.